Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videomizda Car Info Pro stikerlarini qanday qilib ro'yxatdan o'tish haqida gaplashamiz. Car Info Pro stikerni xarid qilganingizdan keyin ichidan nimalar chiqadi? Bu ro'yxatdan o'tish uchun QR kod va yana qo'shimcha 6 ta stiker chiqadi. Yozma qo'llanma qilganmiz. Nimalarga ishlatish mumkin, nimalarga yopishtirish mumkinligini va ro'yxatdan o'tish haqida qo'llanmamiz bor. Bu stikerimiz mashinaning loboviga yopishtiriladi. Qolgan 5 ta ixtiyoriy. Bu yo'qolish mumkin bo'lgan narsalarga yopishtirish mumkin. Masalan, qizil pasportga ko'pchilik yo'qotib qo'yadi. Yo'qotganda bitta skaner bilan bemalol egasi bilan aloqaga chiqish mumkin. Uy hayvonlarini ashayniklariga ham yopishtirib qo'ysa bo'ladi. Demak, boshlaymiz. Birinchi o'rinda biz ilovani skachet qilamiz. Car Info Pro yuklab olamiz. Va biz ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Nomer kiritamiz. Kirish tugmasini bosamiz. Kod keladi. 5671. Kirgandan keyin bu meni profilim to'ldirilgan. Aslida bu yerga ism, familiya, telefon raqam, jismoniy bo'lsa jismoniy, yuridik bo'lsa yuridik shaxs to'ldiramizda. Menda jismoniy bo'lganligi uchun mana shunaqa to'ldirganman va Instagram, Telegram ma'lumotlarni kiritib tugmasini bosamiz. Muvaffaqiyatli o'tib bo'ldi. Shunda bizda stikerlarimiz foydalanishga tayyor. Ro'yxatdan o'tib bo'lganimizdan keyin biz stikerni test tekshirib ko'ramiz. Mana bizda hamma ma'lumot chiqdi. Avtomobil raqami, o'zim skaner qilganligim uchun kimdir sizni skaner qildi deb mana mahalla nomini ham ko'rsatyapti. Lokatsiya jo'natib yuboradi. Telegram, Instagram, WhatsApp hammasi qo'shilgan va qo'ng'iroq qilaman desa, qo'ng'iroq qilish mumkin. Kimga shunaqa stikerlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol shaxsiga murojaat qilishingiz mumkin. Yoki Uzun marketga silka qoldiraman. Uzun marketdan bemalol sotib olsanglar, yetkazib berishadi. Ro'yxatdan o'tish bo'yicha ham qanaqa savolinglar bo'ladigan bo'lsa, bemalol shaxsiga murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringlar uchun rahmat. Yanada yangilik qilishdan charchamaymiz. Hamma yangiliklarimiz oldinda.